Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Mana bugungi sana 2026-yilning 25-iyul sanasida video qilyapmiz. Begumslarimiz tayyor holatga keldi. Tayyor holatdagi mana begumslarimiz birinchi ichkari holatni bir qator ela boshlaymiz. Tayyor bo'lgan begumslarimiz tashqariga, ya'ni mana ko'rib turgan bioreaktorlarimizga namlikni bundan 3-4 kun oldin bo'ldi, to'xtatdik. Ya'ni bu joydagi begumslarimiz sentyabrning oxiri, oktyabr, noyabr, dekabr oylarida ela boshlanadi. Shungacha namlik ketish kerak. Lekin mana bu joyimizdagi tayyor bo'lgan begumslarga esa bundan 2 oycha oldin chuvalchanglari bir qator ajralgandan keyin namlik berishni bir qator to'xtatganmiz. Tayyor bo'lgan begumslarimiz mana usti shuna quruq holatda bo'ladi. Usti quruq holatda bo'ladi, lekin tagi mana bitta bioreaktorimizni chiqarganmiz. Mana shu bitta bioreaktordan chiqqan begumslarni Xudo xohlasa, mana shu bitta bioreaktordan 5 tonnadan ko'proq begums chiqadi. Buni har yili tajribalarimiz davomida ko'plab kuzatganmiz. Mana shu bitta bioreaktordan chiqqan begumslarimiz. Bu begumsni mana bu joyimizdan chiqardik. Bu joyimizga chiqarishdan maqsad bir qator yaxshilab yoyib olamiz. Agar namlik ko'p bo'ladigan bo'lsa, namligini yo'qotish uchun bir qator qora salofan klyonkalardan foydalangan holatida ustiga yopib qo'yamiz. Shunda ichidagi agarda bitta yarimta begona o'tlar bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha begona o'tlar issiqning hisobiga baton urug'lari nobud bo'ladi. Shunda dehqon aka-ukalarimizdan, begumslarimizdan foydalanganda ichidan birorta o't chiqmaydi. Ya'ni mana tayyor bo'lgan begumsni joyida ela bo'lmaydi, chunki juda press holatida bo'ladi. Tayyor bo'lgan begumsni mana bu joyga chiqargandan keyin ustidan bir qator qora klyonkalar bilan yopish ham bir 4-5 kun davom etadi. Undan keyin bemalol ela boshlasa bo'ladi. Agarda namlik kam bo'ladigan bo'lsa ham, unda ham qora salofan klyonka foyda beradi. Ya'ni bir qator ustiga namlik berib, keyingi holatida salofan klyonka yopgandan keyin namlik hamma joyiga bir qator yaxshilab yetib boradi-da, begumslarimiz ham elash uchun juda qulay sharoitga keladi. Mana shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari hamda dehqon aka-ukalarimiz uchun esa begums mahsulotlarimiz sotuvi davom etmoqda. Mana bu bizning ish qurollarimiz: katman, lapatka, bel, arava. Keyingi jarayonida mana bunday qilib qora klyonkalarni yopib qo'ysangiz, boya boshida aytib o'tganimizdek, ichidagi begona o'tlarning urug'i o'lib, sifatli bo'lgan begumslar chiqadi. Mana shu holat.